Musulmon erkak kishi qiyomat kunida o'zini qilgan amallari uchun javobgar bo'ladi, farzandlarini qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar degan. Kishi o'zini do'zaxdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kishi qachon o'zining oilasini isloh qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar er xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaymiz. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoati